juda kuchli jarohatlangan. Bu miyangizdagi hujayralar asta-sekin ishdan chiqmoqda. Boshingizga qachon va qayerda qay holatda shikast yetkazgan edingiz? 1 yil avval avariyada. O'sha avariyada dadam halok bo'lgandi. Oyim esa qattiq jarohatlanib, haligacha to'shakda yotibdilar. Tushunarli, menga qarang. Tezda sizni operatsiya qilmasak, asta-sekin xotirangizni yo'qota boshlaysiz. O'zi bu holat sizda boshlangan. Bu holatning oxir-oqibati o'lim bilan tugashi mumkin. Nima? O'lim? Og'abek qayerda ekan ha? Ana kelyapti. Og'abek qayerda yuribsan? O'rnimizdan turib qarasak yo'qsan. Darsga ketganmi deb seni qidirib borgandik. U yerda ham yo'qsan. Qayerda eding? Gapir. Men haligi shifoxonada edim. Nima? Shifoxonada? Nima bo'ldi senga? Ozroq shamollashim bor ekan. Ey, jinam urmaydi bunga. Qara, turishini qara, soppa-sog'u. Xo'p, yaxshi bo'lsang yura qol. Magazinga borib bu narsa olib kelaylik yeyishga. Yur. Xo'p, mayli. Olishimiz kerak edi. Og'abek, ko'zingni och. Og'abek, senga nima bo'ldi? Og'abek, ko'zingni och. Gapir.